Tibbiy niqoblardan foydalanish qoidalari haqida ham bilib oling. Sifatiga qarab 2-4 soatgacha foydalanish mumkin bo'lgan turlari bor. Masalan, bir marta foydalanuvchi tibbiy niqoblarni 2 soatdan ortiq taqib yurib bo'lmaydi. Nimaga 2 soatdan ortiq taqib bo'lmaydi degan savol tug'ilsa kerak. Chunki niqobga sirtdan yopishgan bakteriya, viruslar mikroblarning manbaiga aylanadi. Biroq xavfsizlik standartlariga 100% javob beradi. O'rtadagi qatlami virus va namlikni o'tkazmaydi. Uy sharoitida marli va boshqa matolardan tikilgan niqoblarni bir necha marta yuvib foydalansa bo'ladi. Biroq namlikni o'tkazgani sabab sizni koronavirusdan saqlamasligini unutmang. Respirator maskalarni 4 soatgacha taqish mumkin. Afzalligi maxsus filtri bor. U orqali havo o'tib yaxshi nafas olish mumkin. Biroq respirator niqoblar hammaning yuziga ham to'g'ri kelmaydi. Odamlarning yuz tuzilishi turlicha bo'lgani sabab yuzingizga mos niqobni taqishga harakat qiling. Aniqrog'i, siz foydalanayotgan niqob havo kiruvchi yoriqlarni yopib turishi lozim. Eslatib o'tsak, maskani taqish va yechishning ham o'z qoidalari bor. Bosh barmoq va o'rtancha barmoqlar yordamida taqib, uni shu barmoqlaringiz bilan yechib oling. Ayniqsa, qo'l bilan ushlab yechib olish xavfli. Sababi niqobning yuzidagi viruslar qo'lingizda qolib, kasallik yuqtirib olishingiz mumkin. Ishlatib bitilgan niqoblarni maxsus chiqindi chelaklarga tashlang. Niqobni jamoat transportlari kabi xalq ko'p yig'ilgan joylarda taqish tavsiya qilinadi.